Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızla başlayımız. Leksiyarısını qacırız. Washington'dan sözleyimiz. Bugün Çizlaq 2024 yıl 6. ayının 19. günü. Haftaki çarşamba hürmetli vatandaş. Bugünkü leksiyimiz azad davamlışıdı. Bugün 2-3 gün oldu. Bugün 3 gün buldu. Bu leksiyimiz qandaq davamlışıdı desiniz. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi partiya guruhlardan alqıgan 7 nefer kişiden yoki 7 nefer Davlat Majlisi a'zosidan tashkillangan vakillar umigi Hindistonning shimolidagi Dharamsala, Tibetla yoki Dalay Lama o'ltiraqlashgan shaharchiga tog' orasidagi shaharga yetib kelib, dağ-dağıla qarşı elindi. Şundaqla Amerikadan yetib bargan bu vakillar umigi ham Dalay Lamani şu derecede ko'tardi ki vatandaş. Demek eshitunigan nima dedik? Başlandı dedik. Başlangandı o 12. günü 6. ayının Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida ma'qullangan Tibetga munosabatlik qonun loyihaning bir cümlesiz esingizde bolsun vatandaşım. Neme deyildi? Amerika Qo'shma Shtatlari ezelden Tibet Jungo'nun bir kısmı degan emas. Hem bundaq meydanı qo'llangan emas. Tamam vatandaş, assalam. Tamam, iş tamam. Endi bu işning ma'nisi ve yoki uchur tariqasida Beijing'e yetkazildi. Biz 2 kunda bir sizlarga so'zlagan so'zlar leksiyalarimizda Beijing hukumatının bunun allaqachon tayyorlanganligini eg'izda aytib keldik vatandaş. Masalan, Prezident Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Oqsaroyga vazifaga o'ltirib kirgan musha 4 yil ichida Jungo hukumati bilan elib berilgan suhbatlar arqa-arqadan suhbatlarning natijasi bugun ro'yobga chiqdi devasingiz bo'laverdi vatandaş. Musha jarayonda Jungo hukumati ham bunga tayyorlik qilishi kerak. Shartsiz. Çünkü bu xalqaro adolatning Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha adolatning xalqaro qonun va nizom nomlarining asoslari bo'yicha Tibetlar ham shundoq ozodlikqa, Tibetlar ham shundoq hurlikka, Tibetlar ham shundoq sovrin huquqqa erishishi kerak vatandaş. Bu meydan Amerika Qo'shma Shtatlarining meydanidir. Bugün ana shu vakillar umigi Dharamsalada qarşı elindi. Yüksek kızgınlık bilan qarşı elindi. Hem bu vakillar umigi Dalay Lamani bu qatam ham shundoq yüksek kızgınlık bilan e'tiborli de vatandaş. Bugün bizden sizlarga so'zlaydigan leksiyamizda bundaq materialni topshiramiz vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlari partiya guruhlaridan alqıgan Davlat Majlisi vakillar umigi Hindiston Dharamsalada Dalay Lama bilan ko'rishdi. Mavzuli xabar 6. ayning 19. günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Çarşamba 6. ayının 19. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palataning sobiq boshlig'i Nancy Pelosi va Avam Palata Tashqi munosabatlar komitetining raisi Michael McConnell yetakchiligidagi partiya guruhlaridan alqıgan Davlat Majlisi vakillar umigi Tibetning ruhoniy daisi Dalay Lama bilan Dharamsalada ko'rishdi. Hem de mundaq ko'rsatdi, Dalay Lama tayinlagan izbosarga Jungoning ta'sir ko'rsatishiga urinishlarga yo'l qo'ymaymiz. Bu ziyorat Jungoning qattiq tanqidlashini keltirib chiqardi. Beijing Tibetning bu sargardon ruhoniy daisini xatarlik, belginchi unsur deb atab kelgan edi. Demokratlar Partiyasi mansubi Avam Palataning sobiq boshlig'i Nancy Pelosi ve Cumhuriyetçiler Partisi mensup Mike McConnell
yetakchiligidagi Amerika Qo'shma Shtatlari ikki partiyaning nopuzluq arboblaridan tashkillangan 7 kishilik vakillar umiki 6 ayning 18 kun Hindistonning shimolidagi dağlı shahar Dharamsalaga yetib kelib, shu yerda yashayotgan Tibetlarning qizg'in qarshi erishdi. Sargardon hukumat Tibet televiziyasining xabariga asoslanganda Avam palataning sobiq boshlig'i Nancy Pelosi Tibet aholisiga mundaq ko'rsatdi. Dalay Lama bilan ko'rishish men uchun faxrlanadigan ish. Bu haqiqatan baxtli bir ishdir. Bu ziyorat Timburon Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam palatasi 6 ayning 12 kuni mutlaq ustunlik bilan Tibet bilan Jungo o'rtasidagi talash-tortishlarni hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi mavzuli qonun loyiha ma'qulladi. Bu qonun loyihada Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Tibet azaldan Jungo'ning bir qismi deydigan siyosat maydonini hargiz qo'llanmadi. Tibet bilan Junhua Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi talash-tortishlar xalqaro qonunlar jumladan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomalari asosida oldingi shart qo'yilmagan dialog orqali tinch yo'l bilan hal qilinishi kerak deb ko'rsatildi qonun loyihada. Oldingi shart qo'yilmagan deganda Xitoy nim debdi, sen Jungoning bir qismi desang, suhbatlashishim ko'ta. Bunda shartlarni ko'ta. Ya'ni birisi yana boshqa shartlar. Tibet mi qo'ymaydi, Jungo mi qo'ymaydi, suhbatlash. Naq masal to'g'risida suhbatlashish. Amerika ta'kidlayotgan oldingi shart qo'yilmagan. Mana shu vatandosh. Bu qonun loyihasi Junhua Xalq Jamhuriyati vakillari bilan Dalay Lama va uning vakillarining har qanday oldingi shart qo'ymay ahamiyatli dialog elib berib, ixtiloflarni hal qilish loyihasiga izlanishiga rag'batlantirildi. 2010-yildan boshlab Tibet bilan Beijing rahbarlari o'rtasida o'tkazilgan suhbat qatib qolgan bir holatda qoldirilgan edi. Nancy Pelosi xonim, sobiq Avam palata boshlig'i, sobiq Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq 3-qo'lli rahbari Nancy Pelosi xonim chorshanba kuni faoliyatlarida bir necha yuz nafar qarshi olg'uchi Tibetlarga bunday ko'rsatdi. Bu qonun loyiha Jungo hukumatiga bir uchor yo'lladi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Tibet masalasida intayin ochiq tafakkur yo'liga va tushunishga ega. Diqqat, Nancy Pelosi xonim shunday dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Tibet masalasida intayin ochiq tafakkurga va tushunishga ega. Intay uchoq tafakkur yo'liga va tushunishga ega. Bu qonun loyiha Jungo hukumatiga yana shundoq aytib berdiki, hozir ahvol tamom o'zgardi. Diqqat vatandosh. Nancy Pelosi xonim dediki, 6 ayning 12 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida ma'qullangan Tibet to'g'risidagi, ya'ni Jungo bilan Tibet o'rtasidagi ixtiloflarni yoki masalalarni hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi yana shundoq bir uchur yetkazdiki, hozir ahvol tamoman o'zgardi. Qaysi ahvol vatandoshim? Vaziyatning ahvoli. Qaysi ahvol vatandoshim? Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo o'rtasida suhbatning ahvoli. Suhbatning natija ahvoli tamom o'zgardi. Buning ma'nosi intayin chunqur. Yana vaqtimiz yetar balki yana tahlil qilamiz. Nancy Pelosi xonim dediki, hozir ahvol tamom o'zgardi. Tayyorlik qilinglar.
Hani bu Cungo tarafga berilgan mesaj, Cungo tarafga berilgan uçur, Cungo tarafga yetkazilgan signal. Hozir ahvol butunlay o'zgardi. Tayyorlik qilinglar. Qana vatandisham, tayyorlik qilinglar. Nancy Pelosi xonim ta'kidlab yana mundaq ko'rsatdi. Bu qonun loyihasi tez arada Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning imzo qo'yishiga erishdi. Nancy Pelosi xonim yana shunday ko'rsatdi, bu qonun loyihasi tez arada Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning imzo qo'yishiga erishdi. Bu qonun loyihasi 5-oyning oxirida Kengash palatasining qo'lidan ma'qullashib o'tgan edi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning imzo qo'yishiga kutib turyapti. Qonun loyihasida mundaq ko'rsatildi: Tibet xalqi fuqarolar huquqi, siyosiy huquq, xalqaro ahdnamasi va iqtisod, jamiyat, madaniyat huquqi xalqaro ahdnamasini o'z ichiga olgan xalqaro qonunlarga asoslanib, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqidan bahramand bo'lish huquqiga ega. Biroq Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining navbatdagi siyosati Tibetlarning bu huquqlarni yo'l qo'ymaydi. Shunglashqa Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriy organlariga Beijing tarafdan kelayotgan Tibetlarning tarixiy va Tibetning qonunliq o'rni masalasidagi soxta uchurlarga zarba berish huquqi berishi kerak. Amerikaning ma'muriy organlari mushu huquq bilan Tibetlar to'g'risidagi Jungoning soxchi va soxta uchurlarga zarba berish kerak. Avam Palata Tashqi Munosabatlar komitetining raisi, vakillarning yetakchi a'zosi Mike McConnell Dalay Lama bilan ko'rishgandan keyin mundaq ko'rsatdi. Biz Dalay Lama va uning xalqining tinch yo'l bilan osoyishlik ichida aman bir kuni Tibetga qaytishini umid qilamiz. U yana mundaq ko'rsatdi. Beijing hatta Dalay Lama'ning varis tanlashiga aralashmoqchi bo'lyapti. Lekin biz buningga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Lamda do'stlarim, biz hargiz yo'l qo'ymaymiz. Nurg'un sargardon Tibetliklar Dalay Lama'ning varis belgilab beramdi deb ansiraydi. Nurg'un Tibetliklar Dalay Lama varis belgilab beramdi deb ansiraydi. 1952-yili Tibet tajovuz qilib, tizginlagan huquqni mustahkamlamoqchi Jungo kompartiyasi deb ansiraydi. Tibet xalqi qo'zg'oloni Xitoy armiyasi yoki Jungo armiyasi bostirgandan keyin 23 yoshli Dalay Lama Tibetdan ayrilib qor qaplagan, kechiringlar. Qor qaplagan Himalaya tog'larini bosib o'tib, Hindistonning shimolidagi Dharamsalaga yetib kelgan edi. Shu kundan hozirgacha ruhoniy doi Tibetning Dalay Lama to'g'ri 63 yil siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadi. Eng asosli Amerika Qo'shma Shtatlarida va dunyoning har qaysi joylarida 63 yil siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadi.